Xullas akalar, kecha 3700 euro Germaniyada shtraf berishiga ozgina qoldi. Bunga kecha polis to'xtatganga menga hamma narsalar kamchiliklar topdi, mashinadan kamchiliklar topdi, yukdan kamchiliklar topdi. Xullas taho yo'q dedi, yozish kerak ekan, undan men xabarim yo'q edi. Undan keyin перегруз bor dedi. Xullas, mana shu xuddi shunaqa narsalar bilan Italiyada menga 3700 euro shtraf qilgan edi. Firma to'lab bergan. Endi menga farqi yo'q, prosta vaqtim ketgan edi. Ancha vaqt sarson qilishgan meni. Keyin bu yerga nima bo'ldi? Xullas tekshirdi menga, "Okey, mana bunaqa qog'oz yozib berdi, mashina ispravlen, yana kamchiliklar bor" deb. Keyin qarab turgandim, orqadan bitta mashina yana sraz to'xtatishdi. Ichkariga kirib sraz tekshirlar bo'lib ketdi unikiga. Ikki kishlashib tekshirdi mashina ichini, keyin bittasi shu hujjatlar bilan qaytib kelib mashina ichiga tekshiradi. Men yo'lga to'xtatdim. Dedim, yo'l ustiga to'xtab turuvdik. Oldimizga parkovka bor edi. Men aytdim, "Haydaymi?" dedim. "Hayda" dedi. Keyin men ham asta haydadim, chiqib ketdim. Hech narsa degan yo'q, shtraf qilmadi, to'xta demadi, orqamdan hech kim quvmadi. Shunga tushunmay qoldim o'zim ham. Yo, ular borib parkovga to'xta deb aytdimi, yo menga darsh ketaver deb aytdimi? Darsh ketaver degan bo'lsa, menga nimaga bunaqa dedi? Misol uchun, mana bunaqa narsalar yozib berdi, kamchiliklaring bor dedi, mandat dedi. Bilmadim. Shunga hayronman. Nima deb o'ylaysizlar?